bugun shanba, dam olish kuni. Shuning uchun bugungi kunni yugurishdan boshlaymiz. O'zbekistonda shu 20 kuncha bo'ldi. Bayt hech qanaqa dieta yoki bir sog'liqqa qarashligan narsalarni hammasini chetga surib qo'ygan holatda osh, shashlik, o'zimizni ovqatlarni bosib yedik. Endi mana qaytgandan keyin Shanxayga ishga boshlab oldik va bugundan boshlab yana bir bor ixtiloflar golani tashlashga ko'p emas. 8 gradus. Yurishni boshlayman. Endi yengilgina yugurishdan keyin navbat tushib qolib ketgan bir ikkita ishlar bor. Kofexonaga o'tib bajaramiz. Havo ancha yaxshi, salqinroq lekin nam. Qoronikidan ancha farq qiladi. Ya'ni quruq sovuq emas. Ancha havo bo'lsa. Mana shu kofexonaga kiramiz. Kofesi ham yaxshi va atmosferasi ham yomon emas. Agar kofe xarid qilsangiz, mana shunaqa o'yinchoq beradi, nomer bilan sizni ofisdan topib kelib kofeni topshirib ketar ekan. Bugun shanba, shu uchun ham xitoyliklar oilasi bilan kelgan. Bilmadim, uyga bilan to'y puli bilan ham qimmatmi, limit bormi? Ishqila hamma joyiz endi. Kofeni keltirib berishdi, endi ishni boshlasak bo'ladi. Mana bo'z kofexonaga kelib ishlarni qilib bo'ldim. O'zim asosan hozir mana yuridik firma yurg'izamiz biz. Ya'ni o'sha dunyo bo'ylab firmalar ro'yxatini o'tkazish, Xitoyda kompaniya ochish, Xitoyda zavodda topish, shartnoma qilish, o'sha kompaniyalarning litsenziyalarini tekshirib berish, fake'mi, yo'qmi. Va shuningdek, xalqaro logistika bilan ham shug'ullanamiz asosan. Logistika firma yurg'izamiz. O'zbekistonga, Amerikaga, o'sha Afrika davlatlariga ham yuklar chiqarib turamiz va hobbi tariqasida o'zim elektronika qiziqqanim uchun yaqinda o'sha O'zbekiston borganimda Yatetda ochib, Uzum marketni magazin ochdik va eng quvonchlisi Xitoyda Shinjin borganimda o'sha Shinjindan tovarlarni olib yubordim va kecha o'sha do'stlarim Yuldiston biz 3 kishi bo'lib boshlaganmiz, Sherzod aka tovarlarni yetkazib berishdi. Ko'p kishi menga o'zim haqida har xil faktlar aytibdi. To'g'ri, boshida qiynchilik bo'lyapti, lekin bizda tajriba bor, o'sha mahsulotni yaratish bo'yicha Amazonda experience bo'lganda o'shanga tayangan holatda tayyorladik, fotosuratlarni taxladik. Mana hozir uzumga qo'ydik. Bu ham qanaqadir odamga hobbi, ham qiziqish, ham motivatsiya. Asosan o'sha telefon aksessuarlari bilan shug'ullanamiz. Qo'yib ko'rdik, endi kutamiz. Kecha borib
skladga topshirganmiz. Erta nasib bo'lsa umid qilyapmiz yaxshi ketishi kerak deb. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, endi bu videoni saqlab qolaman YouTube'ga. Kecha birinchi bor berdik. Bu yana birinchi shaxsiy biznes sifatida va o'ylab qolaman albatta rivojlanadi va magazinning linkini esa YouTube'ning pastida qoldiraman. Kirib, xarid qilib, qo'llab-quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. O'z mana kofexonada o'tirib, yuk xatlarini ham tayyorlab taxlab bo'ldik. Hozircha shu, bugungi kunni shunaqa qilib tugatamiz. Qo'llab-quvvatlang, savollar bo'lsa kommentariyada yozing. Uzun bo'yicha qilayotgan bo'lsangiz bizga yordam berishimiz mumkin. Xitoydan birinchi qo'l sifatida sizga o'sha xohlagan tovaringizni yetkazib ham berishimiz mumkin. Hozir o'zimiz ham shuni ustida ishlayapmiz va shu proyektni mana amalga oshirdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoga ko'rishguncha.